O'ltirib siyoq qasqan tizib qo'ygan mo'miday. Oy, bir narsa tayaqimdingmi? Voy, ish cho'ng'iga berish nima tayaqsan bo'ldi? Voy, xili oldu bir çoğunluğu bağmağıyla qup-quruq bağırsak sat duramı-ki? Voy, ishni bo'lmaydi. Otang bir mush narsani tayaqib bo'lmasaqmi, unch alayda odamlar emas qo'y. Ata-onamizdan başqa alayda adamlarımızın barmı-da bizniki? Ha? Voy, jiqqa qilmay qarang. Biz o'yga bir narsa ilib bo'lmasaq bo'lardi. Ular bizdan hech nima tamoq qilmaydi, ham xop olmaydi. Menga tushgach turing. Hozir kaynonasidan tushay. To'g'ri. Ata-onamiz bizdan ömür xop olmaydi. Menga davos mangayli. Nasıl bu shunda quruq qo'ldan boramdiq? Voy, ne chiqdim so'raysiz, ne chiqdim deyman sizga. Menga. Voy, bu nima qilganingiz? Bizning cho'ng'iga kelibsiz-ku meni. Bu mu çoğunlarının yoğurganı birga mushaga chiqib baqila? Qaysidan qilganingiz-ku bu bir narsa olmay barmiz desam? Shunda bo'lgandan chiqib baqila. Chiqmayman. Yonga. Ey to'xtanglar, yani kirmaylik cho'p o'yga. Men xato qildim. Sizlarni o'yga berib xonani keyin kiraylik tayyorlik qilib. Bugun mushaga kiribmiz. Bu uy kirib bo'lgandan keyin ondan keyin bizning uyga boramiz. Chiqib qilmayman ha. Adaş, baylık avtomobilchilikning shuari nima? Emin qilgan ishingni so'zlab qo'ying. Bato, bizning emini qilgan ishlar shuarimiz olib qolsa, birinchidan 10 ming ko'dan tortib 500 ming ko'gacha har qanday sotib olgan mashinalarning 3 xil tekshirish. Undan keyin yana jilo ahvoli masalan, urib soqilgan bu ahvolni tekshirish, ma'lum qabul qilalik har qanday bir tekshirish bo'laverdi. Ikkinchi cho'ng shuarimiz olib qolsa, sotgan har qanday mashinamizni 90 kun ichida bir sifat kapolat. 3 oygacha qanday masala ko'rib qolsa, biz ega hem de xaridor qattiq haydab motor zashani chuvatmay qolsa, ya soqaloq chiqib qoldi, alma chiqib qoldi, bu deganda ishlab qolsa, biz ega shu mashinaga. Uchinchi shuarimiz olib qolsa nima desam, mashinani sotib oldi, bugun sotib oldi adash. 3 kun. Bugun ata o'g'in 3 kun ichida haydab sinaqdan o'tsa pulni ketpasi o'tmay qolsa, mashina yonib pasi bo'laverdi. Pul tutib qilinmaydi. Pulni joyiga chiqib qolsa. Xaridordan 10 ming qo'yvasin, 100 ming qo'yvasin, shu pulni shu pati yonib turibmiz. Mashinada masala ko'rib, sinaqdan o'tmay qolsa, ketpasi 3 kun haydab chiqqan demitmiz. Mushu cho'ng shuarimiz 3. Anada bizning aloqalash usulimiz olib qolsa 133 99 03 56 22. O'rnimiz olib qolsa, mushu Yarjon mashina vaziri 4-kraftga bozordan keplam 100 metr manzil sol tarafdan bayliq mashina lazım chiqdi deb boshladi. Mening rasmim hamma narsa bor. O'rnimiz shu. Undaqda ehtiyojlar olib qolsanglar, aloqa shunda badi indi o'rtaq shu qo'shish orqali aloqalasanglar. Manglar bilan o'tiringlar. Bo'ldi bilan chiroyingiz susib qoldi. Ne bo'ldi ana? Mushni sho'mamda maviga kelimiz debmi qo'ymay kelib, quruq qo'llam keldim oldingizga hech narsa olmay. Voy balam, bir narsa olib kel deb o'rgatganman men sana. Bunda gap ana. Qizlarni boshqa jihatda haqiqatan yaxshi tarbiyalab ekan. Uyda shunday yaxshi o'tibmiz. Bu ayolim haqiqatan munavvar ayol. Lekin bugun 5 ta sizdan o'tinib keldim ana. Qaysi ishda bilan? Ayjimalsizda qanday ko'rgan bo'lsa, mening onam dadam nima? Shunda kurtqonga bir tarbiyalab bergan bo'lsalar. Shunda qiralagan chog'da annikimizning uyiga borsin. Sizlar modimani. Voy balam, Ey, voy bu siz- to'xtagan balam. Haqiqatan sen targan ish bu yo'ldoshing ota-onamni uyga berib keldi desa, bir narsa amay bar deb jidal qilsa, men seni yaxshi qilib qo'ygan, sening uying, iringning uyi, sening onang, dadang, qaynotang, qaynonang. Qala tursa ya, qopa eringning kayindim man. Ana. Yani sen bunda qilib olsang, bu uyga kelgucho'mi bo'ysini uying emas. Qopa onangdan